Shu desanglar o'rtoqlar, shu xonani jitkabo'sini ko'chirib remont qilmoqchiman. Bu xona jitkabo'y bo'lganiga mana 5 yil bo'libdi. Qaynona oyijonimiz sepidagi to'shaklarni urinib ketganini battar rasvosini chiqarib paxtalashib to'kiladi. Mana bola ham o'sha to'kilgan joylarga borib, mitib og'ziga solishni o'rganibdi. O'zi aslida endi supurib chiqib ketsam shu bolajonlarim mitib yana o'yladi. Boyagidek qilib qo'ygani jonimga deydi. Instagramda qarasam hamma ayollar remont qilyapti. Hamma qilganini men ham qila olaman. Odam qilganini odam qila oladi, to'g'rimi o'rtoqlar? Jitkabo'ylarni ko'chirib o'zi yopishadigan aboy chiqibdi-yu, nomi nima edi? Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar, esimdan chiqib qoldi. Xullas shunaqa aboy bor ekan, yopishtirish ham oson ekan. Shunaqa aboydan yopishtirib, uylarimni remont qilib, chiki-chiki qilib olaman. Ham maqtanib reelslar qo'yaman Instagramga joylab desam, turmush o'rtog'im hay sekinroq qiling, o'zingizga yarashadigan ishni qiling desa bo'ladimi? Turmush o'rtog'im ishga ketganida sekin boshlab olsam indamay qolar, lekin qishda baribir bu xonada qishlamaymiz. Shuning uchun bahorda turmush o'rtog'im o'zi qilib berishini kutsamki yoki boshlab yuborsammikin, nima deysizlar? Aytgancha tez suhbatlashib turish uchun yurakchani qizartirib obuna bo'lib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi-ya.